Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Asaka Bank tomonidan moliyalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Loyiha Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Yalti mahallasi hududida joylashgan 1746 va 1608 raqamli konturlarda amalga oshirilmoqda. Maydon hajmi 11,1 gektarni tashkil etadi. Ushbu hududda piyoz ekin turi ekilgan hamda loyiha doirasida 33 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat olib borilmoqda. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 33 sotixdan yer maydoni ajratilgan. Loyihani tashkil etishda Gold Saturn 099 MCJ kooperativi ishtirok etmoqda. Parvarish jarayonida sug'orish ishlari amalga oshirilmoqda hamda hozirgi kunda mineral o'g'itlar va organik o'g'itlardan foydalanilmoqda.